bemorimiz Shahrisabzdan Qarshiga kelibdi girija bilan. Girijaga rosa davolanibdi. Hozir baribir foyda ko'rmagandan keyin bizga kelibdi mana. Qilaversin. Bu yerda telefonda ko'rinyaptimi mana qarang. Do'ng'izlar yiqilgandan keyin siljib ketgan. Bu bel chiqishi deyiladi bizning nimamizda. Bel chiqib ketgan, lekin bu yerda girija deb doktorlar ukol dori lechina qilingan. Hozir mana umurtqasini terib chiqamiz opamizni. Inshaalloh. Nima bo'ladi? Qancha yil oldin yiqilgansiz? Hafta teratganimda yiqilganman. O'zimni zinamni 2 marta yiqilganman. 2 marta qaysi biriga shunaqa bo'lganligini bilmayman-da. 2 marta yaxshi yiqilgan ekan, o'sha vaqtda shu do'ng'izlar qayrilib ketganlar. Juda chiqib ham ketganda u. Uni girija deb doktor qo'lda olibdilar. Inshaalloh lechinani boshladik, keyin oxirida natijasini qo'yib beramiz.